Assalomu alaykum qadrdonlar, hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz. Sizlar uchun bitta yangilik qildik. Oldin o'tkazib ko'rsatgandim. Mana shu rasm ko'rib turibsizlar. Kimlardir uchun bu rasm juda qadrli. Juda ham qadrli rasm, chunki 1987-yildagi rasm. 87-yildagi. Mana ko'ryapsizlar, ahvolni juda og'ir ahvolda rasm kelgan. Hozir sal net o'shsangiz yirtilib ham ketadi. Hop, shunaqa rasmlar kimdadir bo'lishi mumkin. Otasi, onasi o'tib ketgan juda eski rasm bo'lishi mumkin. Ota-onasi yoki kimnikidir, akasi, ukasi. Xuddi shu rasmlarni tiklashni yo'lga qo'ydim dedim. Xudo xolasa, yo'qotib qo'ymaslik uchun bu videoyimizni obuna bo'lib qo'yamiz. Malol kelmasa agar, mana shu rasmni tiklaganimizni hozir ko'rsataman. Ko'ryapsiz rasmda oq-qora holatda rasmni o'zi. Mana shu rasmda yangilangan varianti bilan. To'g'rilari qo'limizdan kelganicha mana o'sha rasm, mana shu rasm. Oq-qorani ham rangli qilib, har bitta sochini donasigacha e'tibor berilgan. Mana shu holatlar kimga kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamga bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Qo'limizdan kelganicha imkon qadar yordam berishga harakat qilaman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yamiz, like bosib qo'yamiz. Gap yo'q. E'tibor uchun rahmat. Bosamiz gapni. Qadrdonlar, mana rasmimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa mana shu holatda, bu oldingi holati. Zakazlarimiz yana davom etyapti. O'zbekiston bo'ylab pochtalar chiqib ketgan hozir. BTS pochta, boshqa pochta, elektron pochtalardan yetkazib berish imkoniyati ham bor, xudo xolasa. Pochtadan berib yuboriladi, qabul qilsangiz bo'ldi. Bizniki uzoqroq ekan, biz ham yaqinroqda bo'lganda, misol uchun imkoniyatimiz bor edi, shuna qildirmoqchi edik deydiganlar bo'lsa, mabodo iloji bor. Pochtadan jo'natib yuboriladi, qabul qilsangiz bo'ldi. Rahmat.